Qur'on tilovati sadosini telefon, mashina magnitofoni yoki kompyuter orqali qo'yib ishini qilish va kelgan-ketgan odamlar va xaridorlarga xizmat ko'rsatish joiz bo'ladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Aslida qoida shuki, Qur'on o'qilganda musulmon odam tik turib uni eshitish kerak. Qur'oni Karimda shunday oyat bor. Astagfiru billah. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun deydi. Ya'ni qachon Qur'on o'qilsa, unga quloq tuting deydi. Alloh taolo diqqat bilan eshiting va tik turing deydi. Shoyatki Allohning rahmatiga sazovor bo'lsangiz deydi. Mana bu qoida. Chunki Qur'onga, Allohning kalomiga bo'lgan hurmat saqlanishi lozim. Lekin shunday bo'ladiki, inson misol uchun bir ish bilan mashg'ul bo'lyapti, o'zi qori bo'lishi mumkin, yodlagan suralarni o'qib turishi ham mumkin yoki bo'lmasam hozirgi aytganimizdek turli bir jihozlarga yozilgan o'sha qorilarning ovozini qo'yib eshitishi mumkin. Bunga qarshilik yo'q. Chunki Qur'onni o'qish ham, eshitish ham bu Allohni zikr qilish bilan barobar. Alloh taolo turib ham, yotib ham, o'tirib ham Allohni zikr qilinglar degan. Zikr qilishda hech qanday bir holat istisno qilinmagan. Shundan kelib chiqib, demak, o'sha Qur'onni agar biror bir o'sha audio ovozini eshitadigan bo'lsa, faqat sharti gaplashmaslik. Qur'onni diqqat bilan eshitish. Misol uchun bir ish qilyaptimi, Qur'on qo'ydimi, diqqat e'tibori, qulog'i o'sha Qur'onda bo'lsin. Qur'onning hurmatini joyiga qo'ysin. Bu yoqda Qur'onni yoqib qo'yib, kimlar bilandir boshqa gap so'zlar bilan mashg'ul bo'ladigan bo'lsa, bu holatda u Qur'onga behurmatlik bo'ladi, unda eshitish mumkin emas, o'chirib qo'yish kerak. Demak, qoida shuki, Qur'onning hurmatini saqlagan holatda, agar uni hurmatini bee'tibor qilmagan, kamsitmagan holatda bo'lsa, ish jarayonida shug'ullanayotgan bo'lsa ham eshitib turish mumkin. Allohu a'lam bis-savob.